Assalomu alaykum hammaga. Hozir Artel servisdan chiqdim. Qiziq voqea bo'ldi hozir. Yaqinda Arteldan uydagilar blender sotib olishgan. O'sha blender upakovkasini ochayotgan paytda videoga syomka qildim. O'zim tipa videoga oldim. Upakovkasini ochishdan oldin. Upakovkaning ichidan singan chiqdi blender, короче. Plasmas singan, ishlatib bo'lmaydi u narsani masalanda. Keyin servisga olib keldim. Servisga olib kelgandan keyin hozir servisga kirganimda aytishyaptiki, bu narsa o'zingiz aybingiz bilan bo'lgan, короче, bu bizning aybimiz emas. Tipa bu narsa yana qo'shimcha pul to'laysiz. Men aytamanki, men u narsani sotib olganman, yangi deb sotib olganman. O'sha narsani ishlatmoqchiman, ochib ko'rsam singan chiqyapti. Bu men aybimmi shu deyapman, tushuntiryapman, tushunishmayapti masalan. Endi Artelga o'xshagan katta kompaniya, servis sentri bor kompaniya o'sha bitta blenderni o'zini sotgan klientiga yangi blender o'zi zavodskoy mana shunaqa bo'lgan masalan. Endi u transportirovkada bo'lgan, u bu deyishdi, u meni muammom emas. Men masalan sotib olgan paytim menga ishlaydigan mahsulot uchun pul berganman. Menga o'sha narsa ishlash kerak, yangi bo'lish kerak. Men yangi uchun pul beryapman chunki-da. Men masalan borib bozordan bu narsa sotib olmayman masalan. Men shu narsani tushuntiryapman, servisdagilar vaqti muomalasi ham yo'q, umuman gapirishni ham bilmaydi. Sen o'zing vinovatsan deyapti bu narsaga. Qarab olmagansan. Men aytaman, ochgan paytda video syomka qildim. Bor turibdi, mana ko'rsatyapman masalan, bizga qiziqmasan video syomkang. Biz bu narsa uchun javob bermaymiz. Qanaqa qilib servis center javob bermasligi mumkin buzilgan, singan narsaga? Almashtirib beringlar desam, garantiyasi bor. O'zi iste'molchilar huquqini himoya qilishda любой bitta mahsulotni потребитель 10 kun ichida vazrat qilish huquqiga ega. Без причины, hech qanaqa sababsiz vazrat qilishga huquqiga ega. Mana shu narsa bor o'zida. Shunaqa muomala qilishdi, tushuntirdim, tushunishmadi. Nimalardir yozib berishdi menga. Yana 100 ming so'mmi qancha to'laysiz deyishdi masalan, blender o'ziga bitta o'sha plasmas singani uchun 100 ming so'm uchun masalan klient mana shunaqa sporlashib, klient masalan asabini buzib, Artel kompaniyani obro'yini to'kadigan xodimlar masalan. Endi bularning ichida mana shunaqami? Artel kompaniyani o'zi tizimi shunaqa masalan, tushunmadim qanaqa. Klientni servis nima uchun kerak o'zi? Klient masalan kelsa muammo bilan muammosini hal qilib berish kerak, tamom. Servis shu uchun kerak. U klient muammo bilan kelyapti, uni boshiga yana muammoni nima qilish, ko'paytirish, oshirish kerak emas-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Biz men o'zim masalan texnika bilan, savdosi bilan shug'ullanganman. Строительный texnika sotganman masalan. 3-4 yil ishlaganman. Boshqa joydan olib kelamiz, Toshkentdan sotib olamiz, Xitoydan olib kelamiz. Biroq chiqsa, men o'zim hisobimdan beraman. Klient masalan rozi bo'lish kerak. Kelgan mijozim, meni brendim haqida negativ bormaslik kerak. Mani klientlarim bilish kerak что biz masalan любой время klientlarga ochiq biz klientlarning muammosini hal qilib beramiz degan narsani qilgandim o'sha payt. Bilmadim endi. Artelga o'xshagan katta kompaniya masalan blenderni o'sha plasmas singan 100 ming so'm bo'ladi masalan, bu sizning aybingiz